Birinchi taym davom etyapti. Hali hisob ochilgani yo'q. Qizil kiyimli abituriyentlar komandasida Zarbdor futbol klubining studenti hozir Yangiyerdagi Sirdaryo viloyati futbol akademiyasining abituriyenti Fayzulloh Jumabayev imtihon topshiryapti. Fayzulloh Jumabayev qizil kiyimli futbolchilar bilan birga o'ynayapti. Ya'ni abituriyentlar bilan, qizil kiyimli abituriyentlar bilan 5-raqamda. To'g'rida Fayzulloh 5-raqamda. Fayzulloh Jumabayev. Yashil kiyimlilarga nisbatan qizil kiyimlilar ancha aktiv hujum qilyapti. Outdan to'p tashladi yashil kiyimli futbolchilar, ya'ni abituriyentlar. Ertaga ham bularga ikkinchi marta futbol o'ynatib ko'rishadi. Keyin uzoqlikka sakrash, freestyle mashqlari bajariladi. Oybek jarima to'pi belgiladi qizil kiyimli abituriyentlarning komandasi tomon. Bular katta maydonda emas, kichik maydonda o'ynashyapti. 11 kishi bo'lib o'ynashayotgani yo'q. 7 ga 7 darvozabon bilan 7 ga 7 bo'lib o'ynashyapti. Oldingi futbolchilar ham shu tartibda o'ynadi. Hozir bularni katta maydonda o'ynashi yoki boshqa masalalar emas. Hozir bularni qanday o'ynashi komissiyaning nimasida, e'tiborida. Kimni, qaysi abituriyentni tanlab olish keraklik masalasini hal qilyapti. Hozir xatarli vaziyat bo'ldi. Qizil kiyimlar darvozasining oldida 8-raqamli abituriyent darvozaga zarba berdi, lekin darvozaning yonidan to'p tashqariga chiqib ketdi. Gol bo'lmadi. Fayzulloh darvozabonning oldida turibdi. Demak, hozir bularni o'yinga qo'ygan ustozlarning qarori bo'yicha Fayzulloh markaziy himoyachi vazifasini bajaryapti. Mana markazda turibdi. Fayzullohdan boshqa hozir himoyachilar deyarli yo'q. Fayzulloh Jumabayev 5-raqamda. Narigi qirg'oqda. Fayzulloh yugurib boryapti, to'pni to'xtatdi. Fayzullohga 8-raqamli qizil kiyimli abituriyent yordamga bordi. Outga chiqib ketdi, birinchi taym tugadi. Oybek hushtak chalib birinchi taym tugaganligini e'lon qildi. Birozdan keyin ikkinchi taym boshlanadi. Har bir taym 15 minutdan davom etyapti. Endi ikkinchi taym natijasini kuzatamiz.